Я подарю шашлыки. Нет, нет, нет. Шашлыки. Нет, нет, choyski. Muncha asal qiz bu. Shuni kelin qilsammikin? Ona shu qizni ukamga kelin qilaylik. Shu qizni olamanmi ona? Az boshdan internetga pul to'laganmisan? Ona, undan ko'ra gazga to'laylik, kun sovib ketdi. O'chirib o'tib kazinani kim ko'radi-ki? Yes, assalomu alaykum do'stlar, qanaysizlar? Ana, primoy qilishni boshladi asalcham. Tirkatim portlab ketdi. Nima ishingizda gapirmangiz desam, shaharlik bo'lib ketdim. Shaharda o'sgan ekan ona. Menga qara, sen nimalar jiysiz deb yozishing-a? Menga shunaqa savol kelibdi, nima ovqat yeysiz deb. Men diyet bistroda yeyman. Uni 6 ta filiali bor. Ovqatlari toza eko mahsulotlardan qildiradi. Xohlasim uyga ham dastlabki qildiraman. Ona menga kelin bo'larmikin, yozing. Yoz. Menga sovchilikka kiymoqchi bo'lib ko'p kishi dadam nomerini so'rabdi. Uning uchun kuyovlik nomzodiga ro'yxatiga ochirib turishga to'g'ri keladi. Oho, shuncha o'chirt ko'p ekanmi? Endi sen ham harakat qilasan, og'zingni ochib yurmay. Like bos. Bo'pti, men qut qilishim kerak. Chao. Ey, o'lib ketlar. Onangizni pushti yo'q ekan, qarang. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan gravy time qilamiz. Mana bir-biriga to'g'ri kelayotgan narsalarni kiyib, uchrashuvga ketamiz. Bo'lmabdi. Senlarni o'zing bo'lmabsan, ikkoving ham bo'lmabsan. Xo'p, sen borku og'zingni ochib o'tirma, harakatiga yoz dedim. Shimlari tishib qolsin. Qayerga? Hey, inanka.